Assalomu alaykum, hurmatli Lidermash texnikasining kanalini kuzatuvchilar, do'stlar, sog'misizlar? Xudo xolasa va'da etganimizdan 10 kunlik aksiyamizni eson-omon yakunlab oldik. Yuzimiz yorug'. Shunga munosabatida bugun yana jilli aksiya qo'yib beramiz sizlar uchun. Bunaqa sayli bo'lmagan. Videoni oxiriga дейін kuzatsanglar, manfaatli zo'r video bo'ladi. Bugun magazinda hamma narsa narxlarini sindiq tashiymiz. Skidkalar zo'rini, aksiyalar zo'rini qo'yib beramiz. Videoda, o'tgan videoda kommentariya show qo'ydim. Shuni bugun videoni oxirida aniqlaymiz. Bir televizor, bir duxovka, bir pilisos, bir termopod, bir chopper qo'ydim o'tgan videoda kommentariya show. Xudo xolasa shu kommentariya showni bugun taxminan aniqlaymiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab kuzatib tursanglar, zo'r aksiyalarni sizlar uchun qo'yib beramiz. Bu aksiyamiz xudo xolasa bugun shunda 10-may, to'g'rimi? 20-mayga дейін davom etadi. Birinchi o'ttirib, hozir noni sezoni, xolodilnikning sezoni. Noni sezoni, konditsionerning sezoni. Lekin bizda shunday taklif beramiz. Sezonunda 2 vajni xarid etib olib turib, uyingizda jamiki boshqa texnikalarni tekina beramiz. Nechki bo'ladi ekan uni deb turgan bo'lsanglar, videoni oxiriga дейін kuzatasizlar. Xudo xolasa, xolodilniklarimizda assortiment juda katta. Xolodilniklarimizda katta skidkalarni berib qo'yibmiz. Narxlarni realiyat bizda narxlar yozilib turibdi do'stlar. Har doim aytib o'tganimdek, haqqoniy bo'lish uchun hamma narsaning narxi yozilib turibdi. Bu degani nima? Bizdan kelib liboy bir mahsulotni liboy bir bozordagi narx bilan solishtirib ko'rishingiz, bizda bemalol qarshichiligimiz yo'q. Liboy bir mahsulotni keling, narxlarni ko'ring, hammasi yozilib turibdi. Atlant kompaniya Belarusyaniki. Belarusda ishlab chiqariladi 7 million 400 bo'lgan. 6 million 400 ga beramiz do'stlar. Yine Loretto kompaniya 6 million 800 bo'lgan, 6 million 300 ga. Artel 7 million 910, 7 million 300 ga tushgan mramorning varianti. Midias 9 million 400 ga 8 million 200 ga tushgan. 5 million, 6 million turi juda ko'p. Xudo xolasa, tayyormisizlar? Xolodilnik aksiyasi nima ekan deb turgan bo'lsanglar, sizlar uchun jilli aksiya qo'yib beraman. Ham videoning o'rtasida bir dana portlatadigan va'dam bor sizlar uchun. Hech kim qilmaganini qilib beraman. Shkolantini videoni oxiriga дейін kuzatdim. Kelasiz, bizdan keldingizlar, masalan, ishi Atlant xolodilnik yoqdi sizlar, serisi 6 million 7 million 200 ga 6 million 400 ga tushgan. Iloji boricha undan ham qaytib berishga harakat qilamiz, tortishib, kelishib. Xudo xolasa, uni sotib oldingiz. Uni sotib olgandan keyin siz nima ega bo'lasiz? Shunda deb turib xolodilnikni ichini olsangiz 4 million pul olasiz. Endi keling tushunamiz. 7 million 200 dan xolodilnikni siz 6 million 400 ga xarid etib oldingiz. Sizni qo'lingizga 4 million pul berdik. Bu deganim 5 milliondan baland liboy birsini olsangiz, ichida 4 million so'm puli bor. Siz 6 million 400 olsangiz, yana 4 million pul bersak, bu 2 million 400 ga tushib turibdi, to'g'rimi do'stlar? Xo'p, demak, zo'r. 6 million 400 oldik, 4 million pulni egasi bo'ldik. Kelasiz, hamma xolodilnikda, hammasida 6 million 900, 7 million 600, 6 million 700, 6 million 5 million 800, 5 million 200 hammasida amal etadi 5 milliondan baland. Liboy xolodilnik olasiz, 4 million so'm pul qo'lingizga beramiz. Demak, sizda bir xolodilnik oldingiz, sizda 4 million pul bor. Endi men avtomat kir mashina olaman. Yuringda avtomat kir mashina aksiyasini tushuntirib beraman sizlarga. Bizda narx yozilib turibdi. 6 million 400 oldingiz, içinden 4 million pul chiqdi. 4 million so'mni berib, yana ustidan 2 million 400 berib, yana bir xolodilnik olishingiz mumkin. Tushuntiribmisizlar do'stlar? 6 million 400 ga bir xolodilnik oldingiz, 4 million so'mlik xolasangiz yana bir ish pula xolodilnik sotib olishingiz mumkin. U degani xolodilnik aksiya bo'lishi mumkin. Yo'q, yarasiz, men katta toza xo'jalikman. Men ko'p narsa bitirishim kerak, lekin o'ta umniy darajada sizlardan aksiyalardan foydalangan holda o'tishim kerak deganlar. Keldingiz, liboy bir kir mashinasini sotib oldingiz, masalan, oddiy aytib aytdik, 4 million 800 ga sementeshni sotib oldingiz. Xo'p, endi bundan ham qo'shib beramiz. Ochamiz. Bundan ham 3 million pul chiqdi. Demak, siz 1 million 800 ga tushdi. Endi sizda 7 million pul bor. Nima deyecekman? Liboy bir 5 milliondan baland xolodilnik sotib oling, 4 million so'm pul beramiz. Liboy bir 6 kilolikini olasizmi, 3 millionlikini olasizmi, 4 millionlikini olasizmi? Bir avtomat sotib oling, 3 million pul beramiz. Sizda jami 7 million pul bor. 7 million pulni balandga chiqib turib, televizorlarning narxi yozilib turibdi. Menga bir dana televizor bor. Konditsionerlarning narxi yozilib turibdi. Menga bir dana konditsioner bor deb tekin olib ketasiz. Bu degani 7 million pulni sizga berdik. Shu pulni shu do'konda xohlagan vajingizni sotib oling. Xolasangiz yana bir avtomat sotib oling. Yana bir xolodilnik sotib oling. Sharti 7 million so'm pulni ishida narsa xarid etib chiqib ketishlaring kerak do'stlar. Bu degani sizlar nerealniy taklif. Liboy bir xolodilnikni oling, 4 million pul ega bo'ling. Liboy bir avtomatni oling, 3 million pul ega bo'ling. Yo'q, to'xta. Men avtomatni naqd olmayman.
Senden xaladenikde ağa 4 milyonuma satıp alaman desiz. Liboy bir xaladenikine, mesela avtomatını 4 milyon 400'dikini aldınız mı? Sizden xaladenikten bonusunuz paradık 4 milyon. 400 bin pul koşasız, avtomatlamak gideversiz. Seyliysiz, yok mu? Bu yakmadı. Dur. Ne? 5,5 milyonlukunu alaman deseniz ya 4 milyon 900'dikini alaman deseniz, demek siz 900 milyon pul to'laysiz. Avtomat tekin bo'ladi. Yine öyle 3 milyonluk bir araba. Yo, ben 3 milyonlukunu aladan bolsanız sizde yine 1 milyon artık kaldı. Ona plisosman mikrovolnov gibi yine bir narsa satıp alasız. Ne diyecek ben? Her bir mahsulatta xaladenik satıp alsanız 4 milyon so'mlik kupon ega bo'lasiz. Kuponni Liboy narsa satıp alıp bilasiz. Yine xaladenik alışınız mümkün, ya televizor alışınız mümkün. Yok, ben 3-4 vec alaman degan planda bolsanız avtomatla naqd pula satıp alasız. Ondan ham 3 milyon bonus düşer. Sizde 7 milyon pul var. 7 milyon açıkçası bir kondisyoner, bir televizor, xohlagan narsangizni satıp alasız. Yenem en zor tarafını aytaman, narxları yazılıp turibdi. Sizni kuponasını alış için başka vecinin narxını qımmat aytımız. Size yazılıp turgan narxlar bemalol salıştırıp görüp, 2 xaladenik bilan avtomatni aldınız, 7 milyon pula ega bo'ldingiz, belanta chiqasida 4 milyonluk bir kondisyoner satıp aldınız, 3 milyon so'mlik bir xaladenikni aldınız. Ular size tekine verirler. Ne diyecek mi? Bir xaladenik satıp alsanız 4 milyon pul veremiz, bir avtomat satıp alsanız 3 milyon pul veremiz. İkisini koşup alsanız ega sizde 7 milyon pul oladi. 7 milyona Liboy narsa alışınız mümkün. Endi kelgan yazın sezonunda ko'p adam so'rab turgan narsa bor. Bana kondisyoner gerek. Kondisyoner shunday zo'r bo'lsin, sifatli bo'lsin, yanında padarki suvnam sındırıp taşasın diyenler için. Tayar mısınlar? Ahırına deyin görəsizlər videonu. Zor yangiliklarni ko'rib beraman. Xudo xolasa, lidermanish texnikasi hech kim qilmagan yangilikni qilib beradi sizlarga. Nima ekan bu, Novax ekan bu deb turibsizlar? Jasurbek ko'rsin. Do'stlar, bizdan kelasiz. Bir dana kondisyoner xarid etib olasiz, yanında 8 kiloluk kir mashinani tekina beramiz. Kondisyoner qimmat bo'lib ketmaymi? Kondisyonerni skidga aytib beramiz. Qaranglar do'stlar. Zifler kompaniyasi original brendi, R32 Freon bo'ladi, turbo kompressori, avto rejimi bor, restart xizmati, DC inverter, ichida teni bor. U degani yozda qizdiradi, qishda sovutadi. Motori katta motorli xilasi, xudo xolasa, inverter motorli, original kondisyoner 12 dyumlik. Vaqtida 6,5 milyon so'm, 6 milyon 400 ming so'mdan sotganmiz. Ziflerning ham 6-7 xil modeli bor do'stlar, adashtirib bermanglar. Imin Inabo modeli 6,5 milyon so'mlik modeli. Nechun bu 6,5 milyon so'mlik modeli desang, nasıl tushuntiraman? R32 Freon bo'ladi, turbo bo'ladi, avto restarti bo'ladi, короче, havoni filtrlab o'tiradi, DC inverter bo'ladi, ichida teni bo'ladi. Ishlari mis bo'ladi. Endi ziflerni 4 milyonlik ham bor. 5 milyonlik ham bor. 3,5 milyonlik ham bor ziflerni. Bu degani mashinani 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi pozitsiyada, ya'ni Chevrolet'dan, Matiz'dan Malibu'ga deyim. Bakın Matiz, Damas, Gentra. Bu Malibu'su bu. En zoru 6,5 milyon so'mdan satganmiz vaqtida 5 milyon 900 ming so'm aytib beraman. Xo'p, zo'r. 5 milyon 900 yanında Zifler brendini 8 kiloluk kir mashinani tekina beraman. O'zi 5 milyon 900 olib turibsiz. Yanında yine 5 milyon 900 ming so'm kir mashin qo'shib beraman. Do'stlar, bunaqasi faqat lider nomer 1'da bo'ladi. Eng zo'r aksiyalar bizda xudo xolasa. Qaranglar. Kondisyonerni keldingiz, xarid etib oldingiz 5 milyon 900 ming so'mga. Yanında 5 milyon 900 ming so'mlik kir mashinani tekina qo'shib beramiz. 8 kiloluk inverter motoru bo'ladi. Parashok saylamaydi. Zo'ri. Yaxshisini 8 milyon 900 5 milyon 900'e içinde qo'shib beramiz. Bu faqat lidermanish texnikasida bo'ladi. Endi xudo xolasa balandda aksiyalar bilan ham tanishtiramiz. Xudo xolasa ikkinchi etajga chiqib oldik. Ikkinchi etajda menga eng yaxshi ko'radigan tezorlar aksiya qo'yishni men dim yaxshi ko'raman-da, chunki xalqimizga zo'r televizorni arzon narxda bersam, zo'r podarkisi bilan bersam, xalq duo etib, ko'rib yotadi uyda. Xudo xolasa ota-onalaringiz duo qilib ishlatadigan narsalar. Do'stlar, qarang, 30 kilik televizorlarimiz assortiment katta. 1 milyon 400 ming so'm, 1 milyon 600 ming so'm, 1 milyon so'm, 1 milyon 800 ming so'm. Lipoy birday turdagi 30 kilik televizorni xarid etib olasizlar bizani do'kondan. Yanında sizlarga bir dana zo'rindan so'm pishiradigan duxovkani qo'shib beramiz. 1 milyon so'mlikidan. Nechik do'stlar? 1 milyon 400 ga kirma televizor olib tursiz, 1 milyon so'mlik duxovka pechga qo'shib beramiz. Mana duxovka pechga kerakmaydi. Men mikrovolnovka va plissos ber desangiz, 1 millionlik duxovkaga, 1 millionlik mikrovolnovka, 1 million so'mlik plissosini tekina berib beramiz. U degani sizga televizor 400 mingga tushdi. U bilan bo'ldimi deb turibsam, yo'q, yanında hali krashteni bor. Gentraga bileti bor. Xudo xolasa ularni ham qo'shib beramiz. Pastda aytib o'tish yodimdan chiqib ketibdi. Xolodilniklari, avtomatlar ham xarid etib olgandan keyin Gentraga biletini ham beramiz. Gentramiz 31-may kuni xudo xolasa o'ynaladi. Uning ichida 20 dana bitoy texnika, 1 dana Gentra qo'yibmiz. Ularni sizlarga tekina beramiz xudo xolasa. Qo'shimchasini sizlarga. Endi 43 lik tizorlarga keladigan bo'lsak, 43 lik tizorlarimizni kalla qo'yib qo'yamiz bu aksiyani zo'rina.
Başlayımız mı dostlar? Yettesi davay. 2 milyon 390 bin son. 2 milyon 690 bin son. 2 milyon 500 bin son. 2 milyon 600 bin son. 2 milyon 400 bin son. 2 milyon 800 bin son. Haklagan birisini 43'lik tez zorlansın. Haklagan birisini satıp alasında 4 gözlü gaz filtrini tekine koşup veremiz dostlar. Şimdi etip bergen adamlar olsa Libo yerini görüp geleninle bir tane gaz filtre koşup veremem. Haklagan birisine. Bir tane 4 gözlü gaz filtrini tekine koşup veremem. İçinde yine ondan taşkarı kraştığından hem koşup veremem. Ondan taşkarı Gentraga biletinen veremem. Bu zor oldu. Şimdi 50'liklere ne koşup veremem. Ondan hem zor et koşup veremem. Karanlığa dostlar. 4 milyon 200 bin son Zifler kampanya. 3 milyon 900 bin son S-Smart. GVC 4 milyon 300 bin son. Lumax 5 milyon 900 bin son. Monix 3 milyon 600 bin son. Dostlar 3 milyon 600'likini alasınız mı? 5 milyonlukunu alasın. 50 düğüm değil. Libotiz ora. Bir tane gaz filtre. Bir tane vitiçkesine hem koşup veremem. Ezetse halk ezetsin. Mindik aksiye hiç de yok. 10 gün devam eder. Liboy bir kanonu kaliteti balasız yanında bir gaz filtresi, bir de hop anosu var. Vitiçkesi. Komplekt. Şimdi şöyle de aytıp ötüp keteyim. Yok. Şimdi yani pasta haladinlik aldım. Avtomat aldım. 7 milyon pulum var desenle. Bunu şu pulunu işletkeniniz için yine şuradan haklan bir sesini alasın. Yani 7 milyon pulunuz vardı. Geldiyse 4 milyon 300'likini aldınız. Bir tizorunu verdik. Yine 2 milyon diz var. Halkasanız kondisyoner alın, halklan başka öz. Ya aytacak bonuslarımızda işi narklı yazıp durduğu yerden skitke halında alasınız dostlar. Skitke halında. Lekin ağam ve cinsen padarki koşup verimiz. Neçe özü bonusunu pulunu aptırsızın vereceğini, ulan tekine. Şimdi çalgamayımız 43'liklere 4 gözlü gaz filtre dedim. 50'liklere bir gaz filtre, bir vitiçke dedim. 4 gözlü gaz filtre, bir vitiçke. 55'ten ne kalamız eken? 55'ten sındırayım, halk azetsın. 55'lik Liboy tizonu hariteti falan 3 milyon son pul veremiz. 3 milyon sonluk Liboy narsa teken. Kalan 55'lik tizor alında, 55'lik tizonu puluna marazenlik alın, kalan gaz filtre alın, kalan pol avtomat alın, kalan yine televizör alın. 55'lik ne? Ne oladı bu? Gel. Geldi, 55'lik zorundan aldı yine. 55'lik zor tizonu aldı. Narka 6 milyon boğan, az 5 milyon 490'a çıkıyor. 5 milyon 490'a satıp aldınız. Apartıp veremiz. Divalasıp veremiz. Gentraga biletini veremiz. Padarkisine ne veremiz? Haklasanız yine bir tizor kaliteti alın. Yanına yine bir tane plisosunu alın. Tekim oladı sizlere dostlar. Buna fakat lider nömeri adında oladı. Bilgirip kalamız 10 gün. Sizler bizden kollap kuatlap durupsular ki sizler için koyup ben bunu ersen. Bu Libo yeri bilen salıştırınlar. Tekliften zoru, narxdan zoru, sifatdan zoru lider nömeri adında xuda kalasa. Dostlar, en zorlarınız bize sizler için koyup veremiz. Şimdi kondisyonerlerin özünü alama, kondisyonerden ne koşup veresen desenler, kondisyonerin aksiyasını indi dımcıllartıramiz indi bunu. Gel, yakırrak gel. Lipoy bir türde 20'den artık, 20'den artık yapma özür. 200'den artık kondisyoner turumuz var. 200'den artık tur kondisyonerimiz var. Liboy birisine hemesinin narxı yazılıp tuttu. 6 milyon 800, 5 milyon, 4 milyon, 3 milyon. Hemesinin ustanovkası içinde. Hop, ustanovkası içinde. Padarkisini çıkıyorlardı. O içindinler ki padarkisini. Para hesaplıyımız. Kalkülatör sınadığın yeri. Ve sınacak ki gördüğünler mi dostlar? Vecderem çıkıp gitti bak yani işte. Mazaları kaçık kaladı az. Karanlar. Geldiniz. Ben silah bob söyleyeceğim. Geldiniz. Benden gördüyse yine Samsung kondisyoner. Narxın çözüm yazılıp dur. Göstereceğiz söyledik. 5 milyon. Doğru mu? Samsung 5 milyon sonra kondisyoner kaliteti aldınız. Brand. Yanında 3,5 milyon sonluk bir televizor verdim. Hop. 1,5 milyonluk bir pilisos koşup versen. Kondisyoner 5 milyon olsa. Bergen padar kimsen 5 milyon ku. Bu fakat lider nömeri adında boladı. Karanla dostlar indi kalkülatör sındı da. Kondisyonerini 5 milyona harita tuttursunuz. Bunun içinde 250 milyon sonluk ustanovkem teken. 100 milyon sonluk crash denim teken. Divalın asadon motorun. 350 milyon sonluk hizmetim teken. Ondan taşkarı 3,5 milyonluk televizor. 1,5 milyon sonluk pilisos. 5 milyon sonluk padarki koşup versen. Endi o travermen üyünüzde gelin yap gedin bir kondisyonerlerini silahını kütüp tuttu bula. 5 milyonluk alasın mı? 6 milyonluk alasın mı? 4,5 milyonluk alasın mı? Fark yok. Liboy versin alasınız. Bir tane televizor, bir tane plisosunu koşup veremiz dostlar. Lider nömeri adayın. Bu hemmesi lider de boladı. Asat demeyin, juda katta hemmesinin narxı yazılıp tuttu. Gel görsün. Hemmesinin narxı yazılıp tuttu, xuda kalasa. Royson 5 milyon diz boğan, 4 milyon dize düşken. Rulus 7 milyonluk, 6 milyon soma düşken. Clio 5 milyonluk, 4,5 milyonluk düşken. İni şu öğrendi işletemiz gelen.
4,5 milyona kondisyoner alsanız. 3,5 milyonluk plus televizor koşup versem. Al halk azasın dep durup plus olsanı koşup versem. Bunda siz abi plustasız 350, 250 bin, 350 bin plustasız. Yok. 850 bin plusta ekensiz. 4,5 milyon so'm alsanız 5 milyonluk padarkini koşsak. 500 bin plustasız ustanovkasi crashlerinden koşup versek. Bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Ulguramiz. 10 gün devam etadi. 10 günün içinde kelgan yurtdoshlarimiz hammasini 100% qilib beramiz shu aksiyani. Endi shu narsani ham biling. Az men beda 4,5 milyon, 5 milyonlikini aytdim. Lekin ko'p odam keladi, menga eng zo'rini berdi. Eng zo'ri 4,5-5 milyon bo'lmaydi. 6,5 milyon, 7 milyona deyim boradi. Ne çünkü sifat o'zgarsa, narx ham o'zgarib boraveradi. Shuning uchun kelasiz 4,5 milyondan 10 milyonlikka deyim xohlagan birsini olasiz. Shu podarkalarni tekina qo'shib beramiz. Endi xudo xolasa Klimanston nuqta deydi-ku. Pastga tushib turib, kommentariy yashog'ini g'oliblarini aniqlaymiz. Yoqqan bo'lsa video, like bosib, bizlarni podдержка etinglar. Bundan ham zo'r aksiyalar xudo xolasa Lider Match texnikasidan kutib qolinglar do'stlar. Do'stlar, xudo xolasa yaxshi niyat bilan kommentariy yashog'ini boshlayapmiz. Hammaga omad tilab qo'yaman. Birinchi o'ringa bir dona televizor, ikkinchi o'ringa somsa pishiradigan duxovka, uchinchi o'ringa plissos, to'rtinchi o'ringa termopod, beshinchi o'ringa chopper. Tekin aniqlaymiz. Eng birinchi chopperdan boshlaymiz. Oxirida tizonni aniqlaymiz. Yangi do'stlar, Jasurbek yakunlashtiring. Bismillah. Ina, nom qo'yganlarimiz videoda ham aytib o'taman. Bir dona 30 kilik Android televizori 1,5 million so'm. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa somsa pishiradigan duxovka, uchinchi o'ringa plissos, to'rtinchi o'ringa termopod, beshinchi o'ringa chopper. Do'stlar, ko'rdinglar? Shu 5 sovg'ani qo'yganmiz. Hammaga rahmat. 30 ming dana kommentariya. Bunaqasi bo'lmagan. Xudo xolasa shu videodan qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarda yana kommentariy yozib o'tirishni niyat etib turibman. Bu hammasi sizlarga bog'liq. Bu safar qo'ying deb yozib portlatib tashanglar kommentariyani. Undan ham zo'r etib qo'yib beraman xudo xolasa. Buning uchun sizlar kommentariyani shovni zo'rlarini qo'ying deb yozsanglar, bizdan qo'llab-quvvatlab tursanglar qo'yamiz. Qara, get. Jasurbek. Tanlov kim ekan ha bu? Tanlov kim ekrani? Qara. Tushdimi? Kommentariy yozib qo'ydim menga. Qara, ina 30 ming dana kommentariyami? Şu an girdim yine. Bismillah. Şimdi karatıptı, köterdim. Yine dostlar karanglar. Sizlarni gözleringlar eldinde ben to'xta deysan Jasurbek, to'xtatib boraman da. To'xta deganda qaysi birsi yaqinlashtir. Shunda deb baland gap to'xtaydi-ku. Yine bir yarımı girib qolsa o'tdi hisoblanmaydi. Shunda to'xtatgan liboy birsi o'tgan hisoblanadi. Yetdimi? Bismillah. Birinchisini 5 marta sanaylik. Nechun birinchi yozganlar ham bor, teyinda yozganlar ham bor. Birinchisini chopperni o'ynaymiz. 5 marta yuritamiz, to'xtatamiz. Qara get. 1 2 3 4 Yetdimi? Yuborib beraman, qarab tur. 5 Stop. Nima deydi? İnşallah. İnşallah. Get. Hamdam. Do'stlar, Hamdam og'animni, ukanimni tabriklaymiz. Chopperni utib oldi. Yana ham shuni ayting. 5 tane sovg'a qo'yib qo'yibdi. Bir profil 2 marta chiqsa berilmaydi. Shu birinchi chiqqan sovg'asi beriladi, ikkinchisi chiqsa berilmaydi. Ne chunki bu yerda 5 odam aytilgan. Bir odam hamma sovg'ani o'tib keta olmaydi. Shuning uchun hozir Hamdama chopper utib oldi. Izindagi yana Hamdama chiqsa, unga berilmaydi. Boshqatdan g'olib aniqlanadi. Ne chunki hammani o'tishini istab turibmiz. Shuning uchun 5 tane sovg'a qo'yganmiz. Ketdi. Mana Hamdama degan, to'g'rimi? Endi yine şu yerinde to'xtab turibdi. Qara, inshaalloh deydi. Endi yana ketdik Jasur. To'xta deb aytasan, to'xtayman. Yuborib beraman, yaxshimi? Yine karat tushib tursin, yine bu tushsin. Meni ko'rmasin, yine bu narsa o'zi aytaveradi yine. Yine 30 ming kommentariya, maşallah. Açatamiz, ayt Jasurbek. Biber yaxlısın bo'ldi. Al git. Bismillah. Kim çıktı? Hamdam ağa. Yine aytıp turgan yerimde. Chopperni utib oladi, endi termopodni bera olmaymiz. Boshqa odam aniqlaymiz. Ne çünkü 5 adam utishini istaymiz biz bu narsani. Bir odam emas. Shuning uchun 5 tane sovg'a qo'yganman. Bir odam utishini istaganda bir dana sovg'a qo'yaradi. Qaratib tur, boshqa profil aniqlaymiz. Endi 2 marta, 3 marta turib to'xtatamiz, qara. 1 2 qaratib tur, qarat. 3 stop. Yine. Omad debdi. Lider gap yo'q. Giramiz. Ne dedi? Tajiboyevich. Buncha kommentariy yozgan. 54 tane kommentariy yozgan ekan, faqat termopod tutib oldingiz. Malades, tabriklaymiz. Termopod bilan do'konga kelsangiz barabar oramiz. Endi qara Jasur. Chalg'imiz yana ketdik.
Şu yerlerinde bir ibara yanına geldi. Ha? Endi hazır ve pilisos ekan. Endi pilisosni g'olibini aniqlaymiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab like bosib turinglar, zo'r kommentariyalar bizdan bo'ladi, xudo xolasa, sovg'alari. Ketdi. Bismillah. Ina. Nima dedi? Xayrli bo'lsin. Oh. Xayrli bo'lsin. Telefon gap qoldi, chalg'imiz. Ina, do'stlar. Samandar. Samandar. Samandar aka tabriklaymiz. Siz pilisos tutib oldingiz. Magazinga kelsangiz pilisos tutib barabaram shunday. Yetdi. Endi somsa pishiradan duxovkani aniqlaymiz. Bitta pastroq chekinda. Mana tushib turibmiz do'stlar, qaranglar. Endi shundan keyin yuboramiz. 1 2 3 yetdi. Qanday ha, shu boshida emas, oxirroqlarida chiqqaningizda somsa pishiradan duxovkani utib oladingiz. Lekin aytdim, videoni boshida aytdim, 5 odam utishni istayman. Shuning uchun ag'a ming bor uzr, chop berib utib qo'yibsiz. Keyingi safarlarda katta yozing, kattaroq sovg'a utib olasiz degan umiddaman. Qara do'stlar, men chiqmayman deb turibsizlar. Bir odam 3 marta chiqib turibdi. Qara, bu 100 dan ko'p kommentariy yozgan axir, Jasur. Shundan keyin bu odam ko'proq chiqib turibdi. Nima uchun ko'p chiqib turibdi? 3 marta chiqdi yana. Bir inson 3 marta chiqdi. Buni sababi ko'p kommentariy yozgani. Endi somsa pishiradan duxovkani g'olibini qaytadan aniqlaymiz. Xafa bo'lmanglar lekin bizda. Men 5 odam o'tishni istab turibman bu narsani. Gel. Şu yerdan boshlaymiz. Bir 3 marta yuboramiz da to'xtatamiz. Yetdi. Ina. Endi azni o'tib oladi bu odam. Pilisos o'tib oladimi? Ag'a ming bor uzr, pilisos ya termopot o'tib oldi. Hozir bundan burun bu istoriyani egasi. Siz ham bera olmaysiz somsa pishiradan duxovkani. Bir sovg'a o'tdingiz. Qog'ozlarimiz uchun xudo xolasa. Lekin bu ham qara 100 dan ko'p kommentariy yozgan. O'tishni siri kommentariyani ko'proq yozingizlar do'stlar. Allohdan so'raysiz, kommentariyani ko'proq yozasiz. Ina 2-3 martalab chiqib yotdi bir profiliga. Nima uchun juda ko'p yozgan. U tomonda. Endi qaytatda yana Jasurbek. Ha, ilinib qoldi bu. Ina shu yerda turibdi ekan, ina. Qara yetdi. 5 marta sanab to'xtatamiz. 1 2 3 4 5. Ina. Nima dedi? Yulduzxon. Yulduzxon opa tabriklaymiz. Somsa pishiradan duxovka yutib oldingiz. Endi og'amlar zo'r somsalarni pishirib berasaga turmushga chiqqan bo'lsangiz, xudo xolasa, do'konga kelsangiz somsa pishiradan duxovkani beraveramiz. Klimatsiyon nuqta do'stlar. Dam deydi-ku. Endi televizorni g'alabani aqlaymiz. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Shu yaxshi niyat etgan insonlardan birisi o'tib olsin, xudo xolasa. Yetdi Jasurbek kirat. Tushiraveramiz. Stop desan, qo'lim malama yaxshimi? Chunchun kazaga tushaveradi. Tushibman, qara. Ko'rinib turibmi axir? Bo'ldi, kommentariy tamom bo'ldi. Endi balanta tortamiz. Pastda tushganni o'tadi. Ya pastda 2-3 marta yuborib turib, balanta bir tortib o'tiramiz. Yo'q, pastga yuboravering. Endi esa do'stlar, televizorni g'olibini noan'anaviy tarzda aniqlaymiz. Endi qara Jasur yakunlashtir. Shu pastga gap qolgan oxirgi profil o'tadi. Tushundingmi? Stopni aytasan o'zing. Stop. Ana yetdi bari. Ina. Gördün-ku giraman profilini. Aksiya zo'r degan. Umirbek F. Umirbek og'amiz, ukamiz, chin ko'ngildan tabriklaymiz. Televizor o'tib oldingiz. Yana ko'rsit. 39 tane kommentariy yozgan ekan. Addushi tabriklaymiz. Android televizorni o'tib oldingiz. Do'konga kelsangiz beraveramiz, xudo xolasa. Do'stlar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Eng zo'r aksiyalar, eng zo'r kommentariy shoular bizda bo'ladi. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Keyingi safar kommentariy shou qo'yishimizni istasanglar, bu safargi videoni tenda portlatib yozasizlar, xudo xolasa. Hammaga rahmat.